Ko'pchilik so'raydi, ko'zlaringizni, qovog'ingizni qayerda oldirdingiz, grijangizni qayerda oldirdingiz? Grija bir xil aytadi, ko'zda ham grija bo'ladimi? Qizlar, bo'ladi. Grija bu gendan o'tadi, ya'ni onamlardan menga o'tgan grijani oldirib qutulmasanglar, ishoninglar, hech qanaqa bir ukol, dori, hech narsa yordam bermaydi. Oxir baribir oldirish. Grijamni oldirganman. Qovog'imni oldirayotganda butun Toshkentni aylanib chiqdim. Mana men degan vrachlarni aylanib chiqdim. Menga gap so'zi muhimda. Men xohlayotgan narsani qilib bera olasizmi deganimda, mana men degan vrachlar ham yo'q, ko'zingiz qanday bo'lsa shunday olinadi deganda, bu gap emas. Bu javobgarlikdan qochish deb bilaman. Faqatgina bu qo'ynimga yoqadigan gapni Li Olgadan oldim va ularga ishonib ko'zlarimni topshirdim. Adashmagan ekanman. Olga, keling, mana как раз o'zlari kelib qoldilar. Rahmat. Shunaqa chiroyli ko'zlar uchun rahmat. Ves Toshkent, Ves O'zbekiston ko'zlarimga mahliyo bo'lyapti, bilasizmi? Bu sizni mehnatlaringizni mevasi. Keyin ko'pchilik aytadi, Li Olga koreyanka ekanli, o'zbekchani tushunadimi? Tushunadi. Mendan ham yaxshi gapiradilar, to'g'rimi?